Agar siz farzand rejalashtirayotgan bo'lsangiz va hozirda bu narsa o'xshamayotgan bo'lsa, mana shu yosh oilalarga, umuman farzand ko'rish arafasida farzand ko'rishni istagan oila juftliklarga va ularni yaqinlariga shunaqangi maslahat bergan bo'lardimki, agar siz farzand rejalashtirayotgan bo'lsangiz va hozirda bu narsa o'xshamayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda ayblashni bas qiling. Hattoki shunaqangi holatlar bo'ladi, aksariyat holatda ular ochuchasiga ayblashmaydi. Lekin ich-ichidan erkak kishi aytadi: "Tug'masi qisir sigir ekansan-da." Bu miyasidan o'tqizdimi shu narsani, aslida shuni o'zi yetarli. Qanchalik ko'p miyasida ayblasa, yonidagi partnyori, jufti o'zida bu narsani his qiladi. Yoki bo'lmasam ayol erini ayblayaptimi, buni o'sha turmush o'rtog'i his qiladi. Bu birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda yana bitta jihat borki, ular endi oila sifatida faoliyat yuritmaydi. Bitta komanda sifatida faoliyat yuritmaydi. Ular bir-biri bilan jang qilishni boshlaydi. Qanaqa? Raqibdek ko'rishni boshlaydi. Qanaqa raqib? Aybmanda emas, yo'q aybmanda emas deb ikkalovi o'zini aybsizligini ko'rsatishga harakat qiladi. Lekin oiladan maqsad nima? Bu juft bo'lib yaratildi-da ular birga yashayapti. Maqsad nima? Ularni hayotiga duch kelayotgan muammoni birgalikda yengish. Va bu aynan hozirgi holatda, aynan shu damda ular hozir farzandli bo'la olmayapti. Va mana shu muammoni hozirda juda ham ko'p zamonaviy, oson, yengil yo'llari juda ham ko'p. Mana shuni birgalikda topib, birgalikda davolab, birgalikda farzand baxtini ko'rish imkoni, menimcha bu baxt bo'lsa kerak.